Damasmi degan shopir akalar, ko'p propan qo'ydirsam qada chiqadimikan deb o'ylangan shopir akalarga Damas mashinasiga propan qo'yib berdik. Ko'rib turganlaringdek emulyatori, reduktori oldida emas, tagiga qo'yib berdik. Buni eng gilamni chiqaradigan narsasi bor, reduktori bo'ladi. Shuni hisobiga sedinani tagiga qo'yib berdik. Chumchuq salonga kirmaydi. Plus keyin emulyatorga propanda datchik bo'lmaydi. Hisobiga datchik ham qo'shib qo'yiladi. 30 ta gazlari bor, shu chiroq yonyapti, switchasi. Zavod bo'lishlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Reduktorlarni tag qismiga joylab berganmiz. Mana Lavatto italyanskiy reduktor. Chiqmasligi uchun prozrachniy shlemlarni ham qo'yib berganmiz. Arqa qismiga Turkiyada ishlab chiqarilgan 40 litrli balon qo'yib berganmiz. Gurjitrlari ham zavodskiy holatda turadi, hech qanday kesilmaydi. Hamda armatura datchisi bemalol aslatgan ko'rsatib turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar.